Dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan zot, biz uchun joni xatarda qolgan zot, biz uchun eng ko'p mehnati singan zot, biz uchun sog'ligi ketgan inson bu ona bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga bir yigit kelib, "Ya Rasululloh, man abarru, kimga yaxshilik qiling?" deganda, Sarvari koinot ummak, onangga dedilar. Keyin kimga qilay deganda, yana onangga dedilar. Uchinchi karra ham so'raganda onangga dedilar. To'rtinchi karra so'raganda otangga dedilar. Mana shu yerda shuncha otalar o'tiribsizlar. Loqal ikkinchisida otangga demadilar. Balki to'rtinchi karrasida otangga dedilar. Ushbu hadisdan bizga ma'lum bo'ladiki, otaga nisbatan onani bolaga 3 karra haqqi ko'p.